Basir xonasining eshigi yopilganiga endigina 10 daqiqa bo'lgan edi. Erim menga dedi, bugun tunni boshqa Birov bilan o'tkazishing kerak. 7 marta aylanib to'y marosimi tugaganiga bir necha soat bo'lganida men tushundim, men hech kimning xotini emasman, men bir narx evaziga sotilgan inson edim. To'y kechasi erim peshonamdan ohista o'pib dedi, faqat 1 soat keyin men kelib seni olib ketaman. Lekin o'sha 1 soat hali ham tugamadi. Qizil benarasi sari milliy libosning etagini mahkam ushlab, men yangi oila hayotining orzularini ko'rayotgan edim. Kichkinamdan to'y kechasi dunyodagi eng go'zal kecha bo'ladi deb o'ylardim. Lekin men uchun o'sha kecha hayotimning eng dahshatli kabusiga aylandi. Kechasi taxminan 11:30 edi. Xonada gul hidi, atrofda sukunat. To'satdan erim rayhon qo'ng'iroq oldi. Qo'ng'iroqni ko'tarishi bilan uning yuz rangi o'zgardi. U menga qarab majburan tabassum qildi. Bir oz tashqariga chiqishim kerak. Rahbar chaqiryapti. Juda shoshilinch. Men hayratda qolib dedim. Bugunmi? Bugun axir to'y kechamiz-ku. U qo'limdan ushlab dedi. Ishon, faqat 1 soat. Keyin qaytaman. Birozdan so'ng u yana xonaga kirdi. Lekin yolg'iz emas. U bilan birga o'rta yoshlik bir boy odam bor edi. Odamning ko'zlarida shunday bir nigoh bor ediki, uni ko'rib butun vujudim titrab ketdi. Rayhon past ovozda dedi. Siz u bilan borasiz. Men hayratda qolib qaradim. Yana u ko'zlarini pastga solib dedi. Men juda katta qarzga botganman. Ishimni saqlab qolish uchun, hammasini tuzatish uchun men bu qarorni qabul qilishga majbur bo'ldim. Menga dunyo to'xtab qolgandek tuyuldi. Men yig'lab dedim. Siz meni sotdingizmi? U hech qanday javob bermadi. Faqat cho'ntagiga qalin bir dasta pulni tiqdi. Odam qo'limdan ushlaganda men qichqirib yubordim. Lekin hayratlanarli tomoni, uydagi hech kim yugurib kelmadi. Qaynonam, kuyov akam, erimning singlisi hamma go'yo oldindan hamma narsani bilgandek edi. Meni qora oynali mashinaga o'tkazishdi. Mashina shahar chiroqlarini ortda qoldirib, ulkan bir saroy oldida to'xtadi. Ichkariga kirganimda hayratda qoldim. Hech qanday odobsiz muhit yo'q edi. Aksincha, butun uy galati sukunatga burkangan edi. Odam meni bir xonaga o'tkazib dedi. Qo'rqma. Bugun hech kim senga zarar yetkazmaydi. Men bunga ishona olmadim. Pul berib meni sotib olgan odam nega bunday deyapti? Aynan shu payt devorga osilgan eski suratga ko'zim tushdi. Suratda onamning yuzi. Olgan onamning yuzi. Men dahshatdan qichqirib yubordim. Bu surat bu yerda nega? Odam sekin xo'rsindi. Keyin dedi. Chunki onang olmagan. Va sening to'ying ham oddiy to'y emas edi. Yuragim titrab ketdi. Odam stol tortmasini ochib eski bir kundalikni qo'limga tutdi. Kundalikning birinchi sahifasida yozilgan edi. Agar bir kun qizim bu kundalikni o'qisa, u bilib oladiki, eri uni sotmagan, balki o'limdan qutqarish uchun mening oldimga yuborgan. Lekin haqiqatni bilishdan oldin u juda katta baho to'lash kerak. Kundalikning ostidagi imzo qo'limni titratib yubordi. Chunki u yerda yozilgan edi, onang. Davomi bor. Tasavvur qiling, to'y kechangizda eringiz sizni boshqa odamga topshiradi. Siz o'zingizni sotilgan deb o'ylaysiz, lekin aslida bu sizni himoya qilish uchun qilingan buyuk bir fitnaning boshlanishidir. Kecha gullar va shamlar o'rtasida boshlangan bu dahshatli sir sizni onangizning o'limi va o'z kelib chiqishingiz haqidagi eng qorong'u haqiqatga olib boradi. Bugun biz sizga ishonch, xiyonat va onalik sevgisining aql bovar qilmaydigan hikoyasini aytib beramiz. Video davomida hikoya qisqacha va ta'sirli tarzda aytib beriladi. To'y kechasi, sotilish, saroydagi sirli uchrashuv, onaning surati va kundalik topilishi. Oxirgi huk va savollar. Kundalikda onasi tomonidan yozilgan bu so'zlar nimani anglatadi? Nega eri uni sotgan deb o'ylasada, aslida bu uni qutqarish uchun qilingan? Haqiqatning zaharli mevasi qanday ochiladi? Bu hikoyaning davomini eshitishni xohlaysizmi? Izohlarda ha deb yozing.
Va shunga o'xshash ko'proq hayajonli hikoyalar uchun kanalimizga obuna bo'ling.